Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon Savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtoqlar bir donadan like bosib, sirazi obuna bo'lib qo'yinglar. Eng arzon mahsulotlarni biz sizlarga ko'rsatamiz. Hozirda oyoq kiyimlarimiz kelgan, zavod ishlari juda zo'r. Yengil, yumshoq, ishlari yechiladi. Hozir bular sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari sochiqlarimiz bor. Sochiqlardan tashqari yana pastellarni yanada aksiya qilib yubordik sizlar uchun. Xudo xolasa ko'rsatamiz hozir bitta-bitta. Birinchi o'rinda misol oyoq kiyimdan ko'rsatsak, gapni cho'zayotmaymiz, narxini aytib o'tib ketaveramiz hammasini. Aytda ochig'ini ko'rsatib qo'yamiz. Mana ochig'i, razmerlari xullas 30 dan 41 razmergacha pachkada 6 talik bo'ladi. Mana shunaqangi ko'k tapchkalar, yengil, uy-kuyga kiyadigan eng xadovoy tapchka. Olib foydalanadigan joyi o'rtoqlar. Maza qilib foydalansa bo'ladigan narsalar. Ularni ostlarga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Hozir mana shu shuni ochib qo'yamiz. Qaranglar o'rtoqlar, buni qulayligi shundaki, mana tapchkani ko'ryapsizlar, juda yaxshi. Mehlarni ko'ryapsizlar, ichki tomoni sal sarg'imcharoq qilingan, o'sha malochniy svetda bag'dagisi oq qilingan, juda yengil mana. Vobshe zo'r tapchka. Ham qalin, yengil, qishda maza qilib, yomg'ir, qordan saqlaydigan tapchkalar o'rtoqlar. Uchiga juda zo'r ketadi. Eng arzoni, eng qizig'i arzon. Maza qilib foydalansa bo'ladi. Endi hozir buni qulayligini ko'rsatamiz. Qaranglar o'rtoqlar. Xo'sh, yo bismillah. Ko'ringlar, yangilaydi. Xo'sh, mana shuni bunday qilamiz. Bu yechiladi. Yuvib turib, bemalol mana uni yuvib turib, yana joyiga qo'yib olsa ham bo'ladi. Patelari mana olinadi. Juda qalin qilib ishlangan. Mana ichlari ham qalin mehlarni ko'ryapsizlar, juda qalin, zo'r. Mana. Endi bag'ini mana bemalol mana ko'ryapsizlar. Yana qaytib turib, yuvib turib, yana qaytib turib savolayverasizlar. Aksiya qilib o'rtoqlar, bunaqangi narx topish qiyin. Katta razmerlarimiz bor, kichkina razmerlarimiz bor. Mana tugmasi bo'ladi. Mana shunday shunday qilib bunday qistirib olsalaring bo'ldi. Hech yoqqa chiqib ketmaydi. Nimalarni tiniq ushlab turadi. Oyoqlarini qisib turadi. Maza qilib yurasizlar xullas. Narxi ham zo'r. Mana shu tapchkalarimiz hozirda ranglari mana qora rangidan bor. Mana bu rang fioletli rang deydi. Keyin buni misol qaymoqda mana tayi bejeviligi bor mana. Keyin mana bu rangi eng xadovoy, bundan oldim, mana olib keldim. Mana yonlarida mana yozilgan nimalari. Keyin mana bu rangimizdan bor. Mana 6 xilmi? Keyin mana buni sag'imtoqrog'i bor ekan. Mana shuni bitta ko'rsatib yuboring. Mana shu rangidan bor. Xullas bunisi ochrog'i, bunisi to'qrog'i sal. Xo'sh, narxi o'rtoqlar vobshe arzon qilib yubordik. 40 ming, 45 ming, 35 minglik sotilgan tapchkalarni o'rtoqlar optim narxga, pachka narxini o'rtoqlar 25 ming so'mdan qilib yubordik mana shularni. Mana shular 25 ming so'mdan. Juda yengil tapchka. Maza qilib, seriallari ham zo'r, qotib qolmaydi. Mana yumshoqqina ko'ryapsizlar, maza qilib kiyib foydalansa bo'ladiganlar. 25 ming so'mdan olib foydalanib qolinglar. Bunaqangi narx topolmaysizlar hech qayerda. Endi detiskisi, hozir detiskisi baqasal sochilib qoldi. Detiskisini ham ko'rsatamiz. Detiskisini razmeri 30 dan 35 razmergacha. Pachkada 6 talik bo'ladi bu ham. Bu ham xuddi shunaqa o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar, pachkalarni tiniq qilib pachkalangan. Maza qilib olib foydalansa bo'ladigan mana detiskichalari bor. Mana ko'ringlar. Haligi bu yil o'zi sal padoji qalinroq tapchkalar sal nima bo'ldi mana modada. Rangini ham tiniq berilgan. Maza qilib kiyib yurishadi. Bu ham xuddi shunaqa mana ko'ryapsizlarmi? Yechiladi buni ham ichi. Mana bunday qilsak, mana yechiladi. Taylari olinadi mana polnosti. Olib turib, yuvib bemalol yana qo'yib qo'yilaveradi. Maza qilib kiyib yursa bo'ladigan. Bunisining narxini o'rtoqlar vobshe chiroyli narxda bu ham. Bunlarimizning narxini 23 ming so'mdan qilib yubordik. 23 ming so'm. Olib foydalanib qolamiz. 23 ming so'm. Bunaqangi narxda topolmaysizlar. Xo'sh, bularimizni rangi mana bardoviy qizili bor, zangor rangi bor. Eng xadovoy rang mana shu rang bo'ladi. O'sha bejeviy rang bo'ladi. To'qrog'i mana hammasini ichiga yechiladi. Keyin qorasidan mana olib qo'yganmiz. Keyin albatta mana bu rang. Nima rangida bu? Och siyoh. Siyoh rangda ochi, xullas. Keyin mana tomonimizda mana bunularimizdan ham bor. Mana shu ranglardan. Narxi 23 ming so'm. Xo'sh, o'rtoqlar, yana bir bor eslatamiz. 36 dan 41 razmergachaligi narxi 25 ming so'm.
30 dan 35 gachamikin, 30 dan 35 gachalik nima razmerligi 23 ming so'mdan aksiya qilyapmiz. Bunaqa narxni topolmaysizlar. 23 ming so'm. Mana shu narsa 23 ming so'mdan. Bunaqa narx topolmaysizlar. Maza qilib olib foydalaninglar. Endi bag'rimdek ko'rsatib yuboramiz. Xo'sh, o'rtalamada sochiqlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana tomonimiz ikkinchi sort sochiqlar hisoblanadi. Ikkinchi sortlarimiz ichida defekt chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa aytaverasizlar. Bularimizni 1 kilosi 40 ming so'mdan beryapmiz. Ma'qul kelsa olib foydalanib qolinglar. Ichida oz-moz defekt chiqadi, chizig'i yoki sochiqda o'zi to'liq bo'ladi. Bitta qatordan sirtilib qolgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa mayda dog'lari bo'lishi mumkin. Defekti bor sochiqlar bular. Bular aniq. Mana ko'ryapsizlar, zo'r mahsulotlar hammasi yaqinroqdan ko'rsatib yuboring maytlarda mana. Bular banni sochiqlar 70 ga 140 bo'ladi razmeri. Juda zo'r HB sochiqlar eksport. O'sha Rossiyaga, Estoniya AQBga chiqqan sochiqlar. Endi mana tomonimizda xuddi shu sochiqlarimiz tozalari bor mana. Tozalari bor. Hozir mana shular banni ko'rib turganlaring mana bu ranglarni ko'ringlar, juda qiziq ranglari bor. Mana kletkani ichki tomoni mahroviy bo'ladi. Usti mana shunaqangi vafelni bo'ladi. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, mana yerda kilosini yozib qo'yganmiz. Bularimizni narxi 52 ming so'mdan 1 kilosi. Maza qilib foydalansalar ham bo'ladi. Mana bu yerda 2 qop saunamiz bor. Saunamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Saunamizni ichida o'rtalar keyin pletlar ham chiqib qoladi ichida. Bunisi sauna. Endi mana unimiz qo'l sochiq. Qo'l sochiq. O'rtalar endi sal teparoqdan oladi, sizga ko'rgan qo'yamiz. Xo'sh, o'rtalar endi tezda obzor qilib olyapmiz. Xo'sh, ichkariga yurgancha bespoyatkalikka nima qilmanglar, ahamiyat bermanglar. Mana tomonimiz o'zi zakazga olinib qoldi. Pastellarni aksiya narxlarda qilib qo'yib yubordik. Sizlar uchun o'zimizning foydani sizlarga ilindik o'rtalar olib foydalanib qolasizlar. Kelavering. Endi ba'zi pastellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Pastellarimiz juda tiniq, juda yorqin rangli pastellar. Mana ko'ringlar qanaqangi pastellarimiz kelgan. Bular 4 kilolik deyiladi bu pastellarda mana. Jemchugli mana oq jemchuglikka qora yurakchali 4 kilolik pastellar. Endi kilosini ko'rsatib o'tamiz bu narsalarni. Xo'sh, mana bittasini qo'yamiz 4 kilolik pastellar hammasi. Mana. Endi 1-2 gram ag'bag'i bo'ladi, lekin 4 kilolik hammasi chiqadi shunaqa. Xo'sh, o'rtalar gullari, ranglari, rasvetkalari hammasidan bor. Maza qilib olib foydalansa bo'ladigan narsalar. Bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga o'tsalaring, mana shu narsalarni hamma mahsulotlarni hammasini rangi, rasvetkalari bilan, rasmlari bilan tashlanyapti. Telegram gruppaga albatta obuna bo'ling. Iltimos bir dona like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz. O'rtalar mana shu pastellarni 290 ming so'mdan sotganmiz. Hamma joy 310 ming so'm edi. Biz 290 ming so'm sotdik. Hozirda sizlar uchun yanada aksiya qilib turib, yangi yil aksiyasi qilib turib 270 ming so'mdan aksiya qilib yubordi o'rtalar. Mana shu 4 kilolik 2 kishilik zimni o'sha qishki pastellarni ichida nima borligini ko'rsatib o'taylik. Mana padadiyanligi o'rtalar. Xo'sh, buni nimaga qo'yib qo'ysam? Xo'sh, mana padadiyanligi mana ko'ryapsizlar, bu padadiyanligi. Mana unimiz prostinamiz. Xo'sh, prostinamiz. Qani buni nima deyman? Prostinamiz yonlari varaqli mana. Juda katta 2 kishilik, yonlari varaqli 2 kishilik mana yonlarini ko'rsatib yuboring. Yonlari varaqli, o'sha ajratilgan, divandan tushib juda chiroyli bo'lib turadi. Bu prostinasi albatta ikkita buni o'sha o'zini materialdan bo'lgan o'sha ikkita yostiq nalichkasi bor. Mana nalichkasi bittasi, mana ikkinchisi. Juda chiroyli. Mana shu rangimiz juda hadavoy ketyapti. Bu rangimizdan juda ko'p kelgandi. Mana shuni o'zi qoldi. Qolgan bo'lsa bir 10 tacha qolgan bo'lsa kerak adashmasam. Xo'sh. Mana shu yerdagi mana shu 4 kilolik pastellarimizni 2 kishiliklarini 290 ming so'mdan sotgandik, yana qaytaryapman. 270 ming so'mdan aksiya. Endi esa xuddi shu pastelimizning materialidan so'mkalari bor albatta. Mana so'mkalarni ko'rsatib qo'yaylik. O'zi bilan mana chiroyli so'mkalar bo'ladi. Endi mana pastellarimizni paytda kattalarga tushadigan ham bor, detskilari ham bor. Asosan kattalarga tushadiganini kamroq, detskisi ko'proq. Mana ularni bizning kattalar, yosh kattalarga tushaveradi. Bunisi mana erkaklarga mana ular tushaveradi.
Xo'sh, keyin mana bu rangimiz bor, shundan tushaveradi. Endi bag'da asosan delskilarimiz bor. Mana unisi delfinchali. Mana delfinchasi borni aytdi. Mana shu delfincha mana ko'rinib turibdi, delfinchali. Bu delfinchali 1 kishilik pastel bular. 2,5 kilo chiqadi bittasi. Buni ham bitta ko'rsatib o'taylik. 2,5 kilo mana kilosini shunday ko'rsatib o'taylik. Mana 2,5 kilolik. Mana 2,5 kilolik pastel bular. Materiali mana pastelimiz bilan bir xil materialda. Detskisi ko'proq. Mana unisi o'sha anaqangi gul deydi, semechli gul deydi. O'shandan juda chiroyli narsa. Keyin xo'sh, yoshi ayol qizlarga mana ular tushadi. Qizlarga rasi zo'r nimasi, bundan o'zi bir dona qopdi xolos. Mana unimiz ham tushadi. Buni ham gulli. Keyin ba'zi birlari mana bilan bir xil ham bo'lib qolishi mumkin edi. Agar tugab bo'lmagan bo'lsa, bir xil bo'ladigani ham bor. Mana unimizda mana oshqovoq. Oshqovoqli bu juda chiroyli mana shu oshqovoqlidan mana o'zi 2 dona qopdi xolos. Mana shu narsalarimizdan bor. Bir xil qilib olaman deganlarga mana shu bir xilligi chiqib qolish kerak edi. Xo'sh, bularimizni narxini o'rtalab 1 kishilikning narxini 180 ming so'mdan qilib yubordi, 200 ming so'm sotilgan edi. Olib foydalanib qolamiz. Endi mana yerda pastellarimiz bor. 415 ming so'mlik pastellarni o'rtoqlar 400 ming so'mdan aksiya qilyapmiz. Olib foydalanib qo'ying. Labli pastellarni, mana labli pastellarimizni ko'ringlar. 250 ming so'mdan aksiya qilyapmiz. 270 sotilgandi, 250 ming so'mdan aksiya qilinyapti. Bular 3,5 kilolik, jicha yupqaroq. Xo'sh, endi bilsalaring hozir daraxt pastellar bor. O'shalardan mana hozirroq qolgan boshqa gullari bu. Hozirroq qolgan. Bularda 220 ming so'mdan qilib aksiya qilib yubordik. Olib foydalanib qolasizlar. Endi mana bu tomondan ham bor. Mana shu pastki qatorimiz o'rtoqlar. Buni prostinasi adnatonni sedamli bo'ladi. Adnatonni shu bir xil rangli bo'ladi. Tepasi o'sha mana qangi atirgulli bo'ladi. Bunini prostinasi, padadiyanligi, nalishkasi hammasi bir xilligi shunaqa. Keyin mana bunaqa brend pastellarimiz bor. Brend pastellardan mana brend pastellardan ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu brend pastellar bor. 280 ming so'mdan sotilgandi. Mana brend pastellar mana bunday qilib ko'rsatsa yaxshi ko'rinadi menimcha. 280 ming so'mdan sotilgandi bular. Bularda ham 250 ming so'mdan qilib aksiya qilib yubordik. Xo'sh, detskilarda 230 ming, 220 ming sotilgan detskilarimiz. Mana bunday qilib ko'rsataylik. Detskilarimiz shunaqangi sotilgan, 230, 220 sotilgan. Hozir bularni ham aksiya qilib bitta ikkitaga 200 ming so'mdan 5 ta olganga o'rtoqlar 190 ming so'm, 10 ta olganga 180 ming so'mdan qilib aksiya qilib yubordik bularni ham. Materiali zo'r, qishki bu ham. Menimcha bahorda ham maza qilib tutasizlar buni. Sababi unaqangi tuki qalin emas. Maza qilib foydalansa bo'ladigan. Xo'sh, mayda zakazlarni aytdik. Endi yostiqlarimiz mana shu qolli xolos o'rtoqlar. Mana shu yostiqlarimizning narxi 120 ming so'mdan bir donasini aytyapmiz narxini. Mana yostig'imiz mana 140 ming so'mdan bir donasini aytyapmiz. Mana yostig'imiz narxi 130 ming so'mdan juda yaxshi mana parli yostiq. Saralangan par sifati yaxshilardan. Olib foydalanib qolamiz. O'rtoqlar maksimal darajada mana aniq-taniq qilib narxlarni aytib o'tdik. Telegram gruppamizga o'tsalaring, xudo xolasa, bir donadan like bosib kanalimizni qo'llayverasa, Telegram gruppamizga o'tsalaring, mana shu mahsulotlarni bemalol zakaz beraverasizlar. Telegram ekranga nomer qo'yib qo'yamiz, nomerga telefon qilaverasizlar, faqat o'sha nomerda Telegram bor. Telegramdan yozsalaring juda qulay bo'lyapti, ko'p kishiga javob bera olmay qolyapmiz. O'rtoqlar, bo'lmasa yana orqaga qaytamiz. Xo'sh, aksiya. Bularimiz. Endi mana bunaqangi Xitoy to'g'ri modeli jichi o'tgan bo'lishi mumkin boshqa, lekin hozirda mana shu narsalarni ham aksiya qilyapmiz. Olib foydalanib qolasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu eshiklarni mana ko'ryapsizlar. 30 ming so'mdan aksiya qilinyapti. Olib foydalanib qolaverasizlar. Razmerlari bor. Mana 30 dan 37 dan 41 gacha ekan. 30 ming so'mdan mana bular ham aksiya bo'lyapti mana. 80 ming sotilgan. 80 ming sotilgan.
80 ming so'm sotilgan ekan. 30 ming so'mdan hozirda aksiya. Mana hozir Xitoy toza original mana shu nimalari bor. Mana 3 xil rangi bor. 3 xil rangi bor o'rtoqlar, mana shular. Mana ko'rinishi. Endi oldi tomonni yana bir ko'rsatib yuboramiz. Mana shu holatda bo'ladi bu. Yonida zamogi bor. Razmerlar to'liq tushadi. Razmerlar yaxshi. 100 talik. Razmerlari zo'r ekan. Xullas mana shu narsalarni 30 ming so'mdan aksiya qilyapmiz, olib foydalanib qolasizlar. 25 ming so'mdan, 23 ming so'mdan, mana 30 ming so'mdan. Hamma narsani arzon narsalarni olib chiqib kelganmiz. Olib foydalanib qolinglar. Bunaqangi narsalar topish qiyin. Eng arzon narsalar sizlarga tavsiya ko'rdik o'rtoqlar. Bittadan like bosib, kanalni qo'llab olasizlar. Iloji boricha maksimal darajada yaxshi narsalarni qo'yishga harakat qilyapmiz. Albatta Telegram kanaliga o'ta obuna bo'lib qo'yasizlar. Bir donadan like bosib olasiz o'rtoqlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.